Akalar, MDB ishlarimizni yetkazish o'rnatishda davom etamiz. Bu galgi dastlabkamiz Andijon, Asaka tumaniga. Ko'rishingiz mumkin, juda ham sifatli, ideal holatda, uy remontlariga mos holatda tushdi. Oppoq rangda krashini eshiklarimizni juda ham sifatli, ideal, tiniq holatda o'rnatib berdik. Zamoylarni har doimgidek ko'rsatib o'tib ketamiz. Yaxshi, original zo'r zamoylardan foydalanamiz rezinkalari bilan. Hop, orqa tomonda ashkalari bilan, davorlari bilan qilib berdik. Ko'rishingiz mumkin, uy remontlariga ham juda ham mos holatda tushdi. To'rttadan qalin oshmoshlardan foydalandik. Romlari ham mana padagonligi bilan komplekt holatda qo'yildi. Akalar, narxlar bilan yoritib o'tib ketamiz. Krashni eshiklarimiz originallaridan bo'ladi. 4.8 million so'mdan bo'ldi. Har bir donasi yopig'i-yu oynalisi bo'ldi. Romimiz 2 million so'm, oynalari bilan, tomchi oynasi bilan bo'ldi. Xo'p, bir qanotli eshigimiz narxi 3.500.000 so'mdan bo'ldi akalar. Bu narxni ichida yetkazish, o'rnatish albatta garantiyali bo'ladi, o'z vaqtida ishonchli bo'ladi akalar. Kuzatishda davom etasizlar. Zarli odamga jo'natib, bittadan like bosib qo'yasizlar akalar. Sog' bo'linglar.